bükük kalan yarim, dikenleri acımadan yüreğime eken yarim, bir kez sana bağlanmışım ben kendimi. Ana aytishim bo'ldi. O'rta yo'qda hali o'zim kutib turibman seni. Bolam, men keldim. Hasan, amakim menimcha sen chaqiryapti shekil. Ha yo'q, tilamchi bo'lsa kerak edi. Borib bir xabar oling. Ha, bor. Bo'lsa kerak edi. Hozir kelaman. Sizlar o'tirib turinglar. Ada, nima ahvol bu? Nima qilib yuribsiz? Shotgacha keldingizmi? Olam, sen o'qishga kirgizaman deb o'zimga e'tibor bermabman, meni kechirasan. Dada, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kel oğlum. Mollarni nima qildingiz, dada? Mollarni bolam sotdim. Seni shaharda o'qitaman o'g'lim. O'ksinma. Xudo xohlasa shaharga o'qishga kirasan. Ertaga ixtiyor amakim pulini yetkazib keladi. Ertadan qolmaydi bolam o'qishing. Dada, siz yaxshi ko'raman. Nima Hasan? Ha, tinchlik. Tillariga tushunmayapman-mi bularni? Yo'q, unaqa emas. Ancha qolib ketding-ku. Ha, yo'q, gaplariga bash tushunmadim. Otaxon tinchlikmi? Nimadir yordam kerakmi? Ko'zim xiralashgan shekilli, men to'yga gitchani o'g'limga o'xshatib yoribman. Qaralik qursin. O'g'lim olamdan o'tganiga 6 oy bo'lgan edi. Esimdan chiqib qolibdi. Sog'inibman shekilli. Hasan, o'ta oyday ravshan bo'lib turibdi. Nima bo'layotgani? Otani bunchalik xo'rlab qo'ymaydi odam. Menga qara. O'z otangdan ham shunaqa or qilasanmi? Uyalmaysanmi? Ertaga kun keladi. O'zingning farzandingdan ham qalb narsa qaytishi bor. Ehtiyot bo'lgin. Qo'yga foydasi yo'q bunga qilishi. Nomus bilan or bo'lmas, otasini yig'latganni. Nomus bilan or bo'lmas, otasini yig'latganni.